Amma ba'd, assalomu alaykum muhtaram aziz mo'min musulmon, qalbida iymoni bor, Allohga bo'lgan muhabbat cheksiz bo'lgan birodarlar, mana bugungi bu xonadonda valimatun nikoh, bilasizlar, valimatun nikoh degani shu bir erkak ayolni nikoh qurishligini arabchasida valimatun nikoh deyiladi. Nikoh marosimida o'tiribmiz. Alloh taolo bu xonadondagi bo'layotgan bu nikohni abadiy qilsin. Bu farzand nabiralar ilohim baxtli saodatli hayot kechirsin deb siz bilan biz duo qilishligimiz kerak. Alloh taolo bu qilayotgan ihsonlarni Robbim dargohida qabul qilsin. O'tganlariga tuhfa qilib yetkazdirsin, oxiratlari obod bo'lsin, hayotlarini umriga, rizqiga Alloh taolo o'zi barakot berib ko'p yillar farzand nabiralariga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yurishligini Alloh o'zi taqdir qilsin ilohim. Bilasizlar, Qur'on Allohning gapi, Allohning so'zi bir ma'noda. Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga nima demoqchi bo'lganligini hammasini ochiq, oydin, batafsil aytib qo'ygan. Bundan 1446 yil, qariyb 14,5 asr avval aytgan. Ozgina gaplashmaymiz endi. Chunki amr ma'ruf paytda gaplashgan odam gunohkor odam bo'ladi, gunoh bo'ladi. Chunki farzda bu. Farz paytida boshqa ishlarda qilishlik bu gunoh hisoblanadi. Shuning uchun sizlardan iltimos, gunohga botib qolmanglar deyman, xolos. Alloh mana shu Qur'onda siz bilan bizga marhamat qilib aytadiki, fankihu ma tobalakum minan nisa'i degan. Uylaninglar, ya'ni turmush quringlar, o'zlaringizga tobe bo'lgan ayollarni topib uylaninglar deb siz bilan bizga Alloh marhamat qilgan. Bu nikoh Allohning gapi. Yana bir ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni deganlar. Nikoh meni sunnatim bu. Kim agar nikohdan bosh tortsa, u meni ummatim emas deganlar. Qiyomat kunida men ummatini o'chirib qo'yaman degan. Hatto shu darajada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gap gapirganlarki, hatto nikohni mensimagan odamni qiyomat kunida men ummatim deb qabul qilmayman degan. Shuning uchun musulmon odam imkon qadar harakat qilamiz Robbimizning gapiga kirishga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga amal qilishlikka imkon qadar harakat qilamiz. Chunki bizni Robbimiz bitta, payg'ambarimiz bitta, millatimiz bitta. Kelib chiqishimiz bitta insondan yaralganmiz. Ya'ni odam ato va momo havo onadan yaralganmiz. Insonda asli shundan yaralgan. Lekin biz bugun musulmon odamlar ba'zi bir holatlarda musulmonchilikka amal qilmasligimiz bizi xatoyimiz bo'lyapti. Chunki xato hammada bo'ladi, to'g'ri. Lekin odam ato ham xato qilgan. Bizi otamiz bo'lgan odam ato xato qilgan, momo havo onamiz ikkalalari xato qilgan, shayton ham xato qildi, lekin bu tomondan xatoga shayton o'zi tavba qilmadi, shayton bo'ldi. Men qilmayman, tavba qilmayman dedi. Men o'zim to'g'ri yo'ldaman dedi. Lekin odam ato va momo havo onamiz biz tavba qildik, bizni kechirgin deb shu o'zlarini odam ato o'zlarini gaplarini gapirgan. Robbana zolamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin degan duoni aytgan. Ya'ni ey Robbim, biz o'zimizga, nafsimizga kirib o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Chunki jannatga kirgizib bitta daraxtdagi o'sha mevani yema dedi, odam ato va havonamiz yeb qo'ydilar. Allohning gapini qilmadi, keyin Alloh taolo ularni jannatdan chiqarib yubordi. Ana o'sha gapiga o'zlari tavba qilganligi uchun odam ato va havonamizni kechirdilar. Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin deb, ey Robbim, biz o'zimizni nafsimizga kirib o'zimiz qul bo'lib shunaqangi holatda bo'lib qoldik. Endi sen bizga rahim qilmasang, bizga rahim qiladigan odamning o'zi yo'q. Shuning uchun sen bizga rahim qilgin deb mana shu duoni gapirib o'zlari tavba qildilar. Musulmon odam shunaqa bo'ladi. Qilgan ishiga bir kun tavba qiladi, bir kun kechir Allohim deydi. Lekin ba'zi bir holatlarda kechirimlilikni o'ziga sifat qilib, ya'ni musulmon odamda bo'lishlik kerak bo'lgan asli bu kechirimlilik ba'zi bir insonlarda ko'rinmaganligi, bu achchiq haqiqat bu. Shuning uchun bugun mana nabiralarimizni, qizlarimizni, umuman olganda farzandlarimizni uylantiryapmiz.
Lekin mana shu uylantirishlik jarayonida imkon qadar harakat qilaylik. Shu masalan qiz farzand bo'lsa, shunga imkon qadar borib bizni shu otangni, ya'ni meni, buvingni, shu otang, dadangni, ayangni yuzini yerga qaratmagin qizim, borib imkon qadar eringni roziligini ol. Shularda xizmatini qil. Nima qilib bo'lsa ham shularning xizmatini qilib jannatga kirishlikda harakatini qilgin bolam deb siz bilan biz farzandlarimizga aytaversak, inshaalloh tarbiya shu bo'ladi. Lekin ilgari juda ham bir holatni men ko'p gapiraman. Mana yosh ulug'lar o'tiribmiz. Yosh ulug'larning ichida ajrashgan odamni men kamdan kam ko'rganman. Bitta ikkita bo'lmagan bo'lsa, boshqa bunaqangi ajrim holatlari bo'lmagan. Nimaga? Hammasini mana hozir 70-80 ga kirgan odamlardan surishtirsangiz, hozirgacha mana umrini hozirgacha birortasi ajrashib yo ikkinchi xotin yo uchinchi xotin bilan yashaganini bilmayman. Nimaga? Dinga amal qilgan bo'ldi. Rasululloh hadisini joy-joyda qilib amal qilganligi uchun mana hayoti zo'r. Nimaga? Hayot shunday, shuning uchun zo'r. Endi hozir yoshlarda ozgina shunaqangi bir xatosi shuki, shu shunaqangi uylanish yo bo'lmasa qanaqadir quda andalikda ozgina yengiltaklikka e'tibor berib qo'yyapti. Bu siz bilan bizga hayot shunaqangi narsaki, Xudo tomonidan berilgan ham ne'mat, ham omonat hisoblanadi. Mana bugun shu hoji akam nevaralarini kimgadir mana chiqarishyaptimi? Xo'p, endi o'sha borgan joyida buni hurmatini, izzatini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Ayol kishining hurmati shunaqangi izzati bo'ladi o'zi. Bugun biz ba'zi birlar ayolni yo hurmatini yo izzatini bilmasdan nima qilsa qilyapmiz-da. Bugun juda ko'p holatlarda ayollar xonadonlarda zulmda yashayapti bugun. Shu darajada tazriq ostida yashayapti. Shu darajada zulm o'tkazilyapti. Nimaga? Xuddiki bir yerdan chiqqan bir matodek ko'rilyapti bugun. Lekin vaholanki dinimiz ayol kishini shunaqangi aziz qilib qo'ygan. Payg'ambarimizning hadislari bor. Jannat onalarning oyog'i ostida. Ona xuddi mana shu qizdan borib ona bo'ladi. Mana borsa ona bo'ladi. Xuddi mana shu ayollarimizni o'zini hurmatini, iffatini saqlab, siz bilan biz imkon qadar bularning hurmatini joyiga qo'yishligimiz kerak. Nimaga? Bizni kirimizni yuvib bersa, osh ovqatimizni qilib bersa, hamma narsamizni, hojatimiz, nima hojatimiz bo'lsa chiqarsa, bundan ortiq yana nima qilib berish kerak bizga degan savolni bugun hamma o'sha ba'zi bir shu ayollardan shikoyat qiladiganlar o'zlari eshitib qo'yish kerak. Bugun biz onalarimizni qanchalik hurmat qilsak, ayollarimizni qanchalik hurmat qilsak, kelinlarimizni kelinlik holatda qanchalik hurmat qilsak, inshaalloh biz albatta qiyomatda ajr olamiz. Bir zot aytgan ekanlar, doim bir joyga o'tirsalar aytar ekan, yaxshi ham qiyomat bor, yaxshi ham qiyomat bor, yaxshi ham qiyomat bor deb o'tirar ekan. Shunda hali yonlardagi odamlar so'rabdi. Sizga bitta savol beraylik. Ha, nima savol? Doim bir joyda o'tirsangiz, marosimda o'tirasizmi yo bir joyda ko'chada o'tirasizmi yo bir nimada o'tirasizmi? Qayerda o'tirgan joyingizda yaxshi ham qiyomat bor deb shuni ko'proq ta'kidlaysiz. Nima hikmati buni deganlarda aytgan ekanlarki, yaxshi ham qiyomat bor deganligimda sababi bu dunyoda yomon ishlarni qilib, zulm o'tkazib, kimgadir dilini og'ritib, kimgadir pulini yeb yo kimgadir shunaqangi bir holatlarda gap gapirib, shu darajada bo'lib o'tib ketib qiyomat kunida borganda hech qanaqangi jazo olmasdan ular jannatga kirib ketaversa, bu dunyoda shunaqangi qiynalib, masalan, ertalab qiynalsa ham bomdodga tursa, och qolsa ham Ramazon ro'zasini tutsa, shu darajada yaxshi amallarni qilib qiyomat kunida unga mukofot olmasdan turib shunaqangi holat bo'layotgan bo'lsa, unda adolat qayerda qoladi? Yaxshi ham qiyomat bor deb shuni aytaman degan ekanlar. Yomonlar bu dunyoda yomonlik qiladi, lekin qiyomat kunida albatta jazo oladi. Bu jazo muqarrar bu. Shuning uchun musulmon odam har bir ish qilib turganingizda o'zingizni oldingizga maqsad qo'ying. Nimani? O'z maqsad qilib qo'yish, ey Robbim, men shu ishni qilishligimda shunaqangi o'zing kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat bergin. Lekin mana shu yomon ishlarni qilishligimda menga shunaqangi bir to'siq, bir narsa to'siq qilginki, o'sha ishlarni qilmay. Mayli ota-onamni xafa qilmay, ayolimni xafa qilmay, bunga zulm qilmay deb siz bilan biz yosh avlod aksar shunaqangi holatlarga e'tibor berishligimiz kerak. Mana hozir yosh ulug'lar bor, yosh ulug'lar otalar, yosh ulug' onalarimiz bor. Bularning hurmat, izzatini bugun joyiga qo'ymasak, ishoning 35 marta umraga borgan bo'lsangiz ham ota sizdan norizo bo'ldimi, ovora bo'lmang, umringiz qabul bo'lmaydi.
ona norizo bo'ldimi, ovora bo'lmang, umra qabul bo'lmaydi. Hajga borsangiz ham qabul bo'lmaydi. Shuning uchun Xudo anda mana shu yor og'ayni, shu ota-ona bularni hammasini hurmat izzatini joyiga qo'yib yurishimiz kerak. O'zimizni imkon qadar past olaveraylik. Imkon qadar qizi bor odam mayli endi shunaqa bo'lib qopti, mayli endi bilmay qopti-da deb uzr degan gapni gapirsak, inshaalloh u nari tomonam tushunadi, Xudo xolasa. Faqat siz bilan bizga kibr yo'l qo'ymayapti xolos. Kibr bu shaytonning ishi bu. Shayton kibr qildi, mana odamga sajda qil dedi. Alloh taolo buyurdi, sajda qil dedi. Men seni loydan yasagan odamingga sajda qilaman, qilmayman dedi. O'sha kibri bilan jannatdan qo'lib do'zaxga hukm qildi. Biz bugun musulmonlar imkon qadar shu kibrni yo'qotsak, hammasi chiroyli bo'ladi. Kibr siz bilan bizni faqat yomonlikka, fahshga, shunaqangi zulmlarga boshlaydigan narsa bu kibr bo'ladi. Shuning uchun yosh ulug'larning hurmatini joyiga qo'ying. Bekorga soch soqollar bekorga oqarmagan. Shu bolalarimni uylantiring, joylantiring, shularni bir chiqaring, shularga bir uy-joy qilib bering, yo mashina olib bering, shularni bir baxtli hayot kechirishligiga sabab bo'ladigan ishlarni qiling deb bugun otalarimiz, onalarimiz soch soqollari oqarib ketdi bugun. Bellarda girija bo'ldi. Nimaga bo'ldi deysiz? Shu siz bilan bizni uyimizga to'sin ko'taraman deb bo'ldi shular. Yo bo'lmasam o'sha uyimizga o'sha g'ish uraman, kerak bo'lsa o'sha aytganday sement qo'yaman, yo bo'lmasam shipir qilaman deb bo'ldi bular. O'zidan o'zi qanaqadir kasal bo'lib qolgani yo'q, yo belida girija bo'lib qolgani yo'q, yo davlina bekorga bas. O'sha uy notinchligidan otani onani nimasiga davlina chiqyapti. O'sha chiqaray turgan yoshlar o'zingiz o'ylab ko'ring, to'xta, men shu ishni qilishligimda otamga, onamga zulm qilib qo'yapman bilmagan holda degan narsani musulmon odam imkon qadar o'ylash kerak. Mana shu narsalarga siz bilan biz harakat qilib bo'laylik, imkon qadar shu farzandlarimiz baxtli hayot kechirsin desak, imkon qadar o'zimiz baxtli hayot kechirishlikni o'zimiz o'rgatib beraylik. Hech qaysingiz mana erkaklar o'tiribmiz, ayolingizni farzandlarni oldida urmang, so'kmang. Yo'qmasam o'ta darajada moralni ezvorish farzandlarning oldida mumkin emas. Nimaga? Farzand ko'rata sizga nisbatan mehr qolmaydi-ki. Doim otam deydi, ayol nimani ayamni doim mana shunaqangi so'kib, urib, shunaqangi ezib, moralni ezib yuradi. Bunaqa narsa imkon qadar bo'lmasligi kerak. Bizdan tarbiya oladi. Chunki hali xalqimizda bitta chiroyli maqol bor, qush iyasi inida ko'rganini qiladi deydi. Bizni nima qilsak farzandlarimiz shuni qiladi. Biz ibodatda yursak, inshaalloh farzandlarimiz ham o'zidan o'zi joy namozga chiqadigan bo'ladi. Biz obdastani olib borib tahorat qilishni imkon qadar o'zimiz qilaveraylik, farzandlarimiz ham hojatxonaga borganda obdastni olib boradigan bo'ladi. Biz so'kinmasak, farzandlarimiz so'kinmaydi. Xuddi mana shu narsa siz bilan bizni hayotimizda, uyimizda, xonadonimizda bo'lish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Otani, onani hurmatini joyiga qo'yib qo'yishligimiz kerak. Ota-ona nima bo'lishidan qat'iy nazar ko'p aytamanki, u ota-ona namoz o'qisin, o'qimasin farqi yo'q. Hurmatini joyiga qo'yib qo'ying. Uni namoz o'qish, o'qimasligini o'zi hal qiladi. Qiyomat kunida Xudoga o'zi javob beraveradi. Namoz o'qimaganligi uchun hurmat qilmayapman deyishni yig'ishtirish kerak yoshlar. Juda ko'p holatlarda ko'rib qolaman, dadam namoz o'qimaganligi uchun men uni nimasini qilmayapman. Mayli. Bizning ishimiz nima deyman? O'sha hozir nima qilyapti deysiz? Ha, dadam ichyapti. Sizning ishingiz o'sha dadangiz ichib kelganda chiroyli gapirib, olib kirib, og'zini, qo'lini, shu oyoqlarini chiroyli qilib yuvib, dada yaxshi dam oling deyishlik bu bolaning vazifasi. Undan u yog'ida nimaga ichib keldingiz? Men topgan pulni ichaverasizmi deb unga otaga nisbatan malomat qilish bu bolaning ishi emas bu. Otadan hech qachon shikoyat qilinmaydi. Otaga imkon qadar yaxshi gapiriladi. Dada shuni ichmang. Dada shu yomon narsa. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham rohat ko'ra olmaymiz. Jon dada ichmang deb yaxshi gapirib, otani, onani yo'lga olsa bo'ladi. Faqat yaxshi gap. Shunga Xudo xolasa harakat qilsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Farzandlarimiz baxtli, saodatli hayot kechirishligi bizni o'zimizning qo'limizda. Imkon qadar yaxshi gapirib, bolam buna qilgin, bolam o'qigin, bolam bo'qigin. Shunaqa desak keyin bo'ladi u. Uni ha deb o'qilaverdingmi, bitta narsani eplanmaysan, bitta oilani eplanmaysan, bitta xotinni eplanmaysan, dursak, o'sha narsa eplanmaydigan bo'ladi. Chunki siz bilan bizning gapimiz u bolaga shunaqangi dalda bo'lish kerak edi. Moralni ezmaslik kerak. Eplanmaysan, qilolmaysan.